Hurmatli yurtdoshlar, ayni damda biz Samarqand shahri Rudaki ko'chasida joylashgan qurilish materiallari savdo majmuasi hududida turibmiz. Ushbu hududda Samarqand viloyati favqulodda vaziyatlar boshqarmasi tomonidan aholi xavfsizligini ta'minlash, yong'in xavfsizligi qoidalariga rioya etilayotganligi yuzasidan o'tkazilgan tekshiruvga ko'ra bir qator qo'pol qoidabuzarliklar aniqlanib, bu savdo majmuasining faoliyati qisman vaqtinchalik to'xtatildi. Ushbu qo'pol qoidabuzarliklar bilan sizlarni tanishtirib o'tamiz. Ushbu savdo majmuasidagi do'konlarda o'rganish jarayonlarida ko'rib turganlaringizdek ochiq elektr sim kabellaridan foydalanayotganligi, shuningdek o'zboshimchalik bilan ochiq sim elektr kabellaridan savdo do'konlariga tortib olganlik holatlari ma'lum bo'ldi. Albatta ushbu jarayonlar yong'inni keltirib chiqarishga asosiy sabablardan biri bo'lib hisoblanadi hamda ushbu savdo do'konining faoliyati vaqtinchalik to'xtatildi. Shuningdek, ushbu savdo binosining ichida ombor sifatida foydalanib kelayotganligi hamda ombor sifatida foydalanish jarayonlarida omborga qo'yilgan yong'in xavfsizligi talablari buzilganlik holatlari aniqlandi. Ya'ni o'sha yong'indan xabarlagich vositalarining yo'qligi, birlamchi yong'in o'chirish vositalari mavjud emasligi hamda elektr sim kabellarini laboratoriya sinovdan o'tkazilmaganligi hamda shunga o'xshash bir qator kamchiliklar aniqlandi. Savdo majmuasida shuningdek quyidagi kamchiliklar mavjud ekanligi o'rganish jarayonida ma'lum bo'ldi. Ya'ni bu hududda birlamchi yong'in o'chirish vositalarining yetarli darajada ta'minlanmaganligi, savdo do'konlarida yong'indan xabarlagich moslamalarning mavjud emasligi, elektr sim kabellarining me'yor talablari asosida o'rnatilmaganligi hamda laboratoriya sinovidan o'tkazib borilmaganligi ma'lum bo'ldi. Shuningdek, hududda yong'inga qarshi suv ta'minoti talab darajasida o'rnatilmagan hamda ushbu savdo majmuasida yong'in qutqaruv texnikalarining erkin harakatlanishi uchun sun'iy to'siqlar mavjudligi, tadbirkorlar tomonidan yo'laklar qurilish materiallari bilan, sun'iy to'siqlar bilan, shaxsiy avtomobillar bilan to'sib qo'yilganligi ma'lum bo'ldi. Hamda ushbu tekshiruvlar jarayonida mana shu qo'pol qoidabuzarliklar aniqlanganligi uchun ushbu savdo majmuasining faoliyati qisman vaqtinchalik to'xtatildi. Ushbu qoidabuzarliklar bartaraf etish bo'yicha mas'ullarga, tadbirkorlarga tushuntirishlar, tavsiyalar berildi. Ushbu kamchiliklar bartaraf etishi bilan savdo majmuasining faoliyati qayta tiklanadi. Albatta olib borilayotgan ushbu tadbirlardan ko'zlangan asosiy maqsad fuqarolarning xavfsizligini ta'minlash, tadbirkorlarning mol-mulkini muhofaza qilishdan iboratdir. Ushbu o'rganishlar, tekshiruvlar jarayonida tadbirkorlar, mas'ul xodimlar bilan suhbat olib borilib, fuqarolarga yong'in xavfsizligi qoidalariga qat'iy rioya qilish, favqulodda vaziyat yuzaga kelganda tezkor harakatlarni amalga oshirish bo'yicha profilaktik tadbirlar ham olib borilib, ularga eslatma materiallar tarqatib borildi. Samarqand viloyat favqulodda vaziyatlar boshqarmasi tomonidan olib borilayotgan tekshiruvlar tadbirkorlarga to'sqinlik qilish emas, aksincha ularga faoliyatiga yordam ko'rsatish, ya'ni ular tomonidan unutilgan kamchiliklarni ko'rsatish, ularning sog'ligini, mol-mulkini muhofaza qilish maqsadida ular tomonidan unutilgan kamchiliklarni bartaraf etishga erishish hamda ularning xavfsizligini ta'minlashdan iboratdir.